Bugun men juda muhim masalani tushuntiraman. 20 sentyabrgacha ayrim qo'shimcha to'lovlarni rasmiylashtirib qo'ymasangiz, keyin bu pulni olish qiyinlashadi. Ayrim holatlarda esa umuman imkonsiz bo'lib qoladi. Bu gap ayniqsa maktab, bog'cha, kollej, litsey va boshqa ta'lim muassasalarida ishlaydigan pedagoglar, rahbarlar, kadrlar bo'limi xodimlari va buxgalterlarga bevosita tegishli. Men ko'p ko'rayotgan muammo shuki, odam ishlaydi. Qo'shimcha vazifa bajaradi. Lekin hujjatda rasmiylashtirilmagan bo'ladi. Oy oxirida esa nega menga pul tushmadi deb hayron qoladi. Buxgalteriya esa buyruq yo'q, tarifikatsiyada ko'rsatilmagan. 20 sentyabrgacha kiritilmagan deb javob beradi. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bu ma'lumot pulingizga bevosita ta'sir qiladi. Avval qanday edi? Ko'p joylarda o'qituvchi yoki xodim qo'shimcha vazifani bajarib yuraverardi. Masalan, sinf rahbarligi qiladi, daftar tekshiradi, kabinetga javobgar bo'ladi, laboratoriya ishlarini yuritadi. Metodik birlashmaga boshchilik qiladi yoki vaqtincha boshqa xodimning ishini bajaradi. Ba'zan rahbar og'zaki aytadi: "Siz shu ishni qilib turing, keyin to'lovini ko'rib chiqamiz." Lekin mehnat haqini hisoblashda og'zaki kelishuv hisobga olinmaydi. Hozir esa talab ancha aniq: qo'shimcha to'lov bo'lishi uchun u hujjat bilan rasmiylashtirilishi kerak. Ya'ni kimga, nima uchun, qaysi muddatga, qancha miqdorda to'lov qilinishi buyruqda yoki tarifikatsiya hujjatlarida ko'rsatilishi shart. Ayniqsa yangi o'quv yili boshlanganda dars soatlari, sinf rahbarligi, daftar tekshirish, qo'shimcha yuklama va boshqa to'lovlar bo'yicha hujjatlar belgilangan muddatgacha tartibga solinadi. Shu yerda 20 sentyabr sanasi juda muhim bo'lib qoladi. Nega aynan 20 sentyabr? Chunki o'quv yili boshida xodimlarning tarifikatsiyasi, dars taqsimoti va qo'shimcha to'lovlari shakllantiriladi. Bu hujjatlar asosida keyingi oylarda ish haqi hisoblanadi. Agar sizning qo'shimcha vazifangiz shu muddatgacha hujjatga kiritilmasa, keyin men sentyabrdan beri qilib kelganman deyishingizning o'zi yetarli bo'lmaydi. Buxgalteriya ham, rahbar ham, tekshiruvchi ham avvalo hujjatni so'raydi. Men buni oddiy tilda aytaman. Ishlaganingiz emas, hujjatda borligi pul to'lanishiga asos bo'ladi. Albatta, mehnat qilgan odamning huquqi bor. Lekin amaliyotda hujjatsiz pul olish juda murakkab. Shuning uchun 20 sentyabrgacha har bir xodim o'ziga tegishli qo'shimcha to'lovlar rasmiylashtirilganini tekshirishi kerak. Eng avvalo, qo'shimcha to'lov deganda faqat ustamani tushunmaslik kerak. Qo'shimcha to'lovlarning turlari ko'p. Ayrimlari pedagogik yuklama bilan bog'liq, ayrimlari qo'shimcha mas'uliyat bilan bog'liq. Ayrimlari vaqtincha boshqa vazifani bajarish bilan bog'liq. Masalan, o'qituvchilar uchun eng ko'p uchraydigan holatlardan biri sinf rahbarligi. Agar siz sinfda bo'lsangiz, bu albatta buyruq bilan rasmiylashtirilishi kerak. Hamma biladi-ku, men 7 sinf rahbariman degan gap yetmaydi. Elektron jurnalga kirishingiz, ota-onalar bilan ishlashingiz, davomat yuritishingiz, tarbiyaviy soat o'tishingiz mumkin. Lekin buyruqda ismingiz bo'lmasa, to'lov masalasida muammo chiqadi. Ikkinchi, keng tarqalgan holat daftar tekshirish to'lovi. Ayrim fanlarda yozma ishlar, daftarlar, nazorat ishlari ko'p bo'ladi. Bunday hollarda belgilangan tartibda daftar tekshirish uchun qo'shimcha haq to'lanadi. Lekin bu ham dars soati va fan turi bilan bog'liq holda tarifikatsiyada ko'rsatilishi kerak. Masalan, ona tili, matematika, boshlang'ich sinf fanlari bo'yicha daftar tekshirish hajmi boshqa fanlarga qaraganda ko'proq bo'lishi mumkin. Agar faningiz, soatingiz yoki sinflaringiz noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, siz haqingiz kam hisoblanib qolishi mumkin. Uchinchi holat kabinet mudirligi yoki laboratoriya javobgarligi. Fizika, kimyo, biologiya, informatika kabi fanlarda jihozlar, reaktivlar, kompyuterlar, asbob-uskunalar, xavfsizlik jurnallar inventar ro'yxati bor. Agar siz bular uchun javobgar bo'lsangiz, bu oddiy kalit sizda turadi degani emas. Bu mas'uliyat tekshiruvda javobgarlik, xavfsizlik va hujjat yuritish degani. Demak, buni ham buyruq bilan rasmiylashtirish kerak. 4-holat qo'shimcha dars soatlari. Masalan, sizga asosiy stavkangizdan tashqari yana dars berilgan bo'lishi mumkin. O'limidagi soat 20 soat, 24 soat, 30 soat kabi yuklamalar turlicha bo'ladi. Agar dars taqsimotida sizga berilgan soat tarifikatsiyada to'g'ri aks etmasa, oy oxirida ish haqingiz ham noto'g'ri chiqadi. Bu yerda men darsga kiryapman-ku degan gap yetarli emas, jadval. Tarifikatsiya va buyruq bir-biriga mos bo'lishi kerak.
Beshinchi holat vaqtincha yo'q xodimning o'rnini bosish. Masalan, hamkasbingiz kasallik varaqasida, tug'ruq ta'tilida, o'qishga ketgan yoki boshqa sabab bilan ishda yo'q. Siz uning darsini o'tyapsiz yoki vazifasini bajaryapsiz. Bu holda ham qo'shimcha haq masalasi aniq hujjatlashtirilishi kerak. Qaysi sanadan qaysi sanagacha nechta soat yoki qaysi vazifa? Qancha miqdorda to'lov bo'lishi buyruqda yozilishi lozim. Men birinchi navbatda barcha pedagog xodimlarga maslahat beraman. O'zingizning dars yuklamangizni, qo'shimcha vazifangizni va to'lovlaringizni tekshiring. Ayniqsa yangi ishga kirganlar, boshqa maktabdan o'tganlar, dekret ta'tilidan qaytganlar, fan o'zgartirganlar, sinf rahbarligi yangi berilganlar, qo'shimcha soat olganlar juda e'tiborli bo'lish kerak. Masalan, Dilnoza opa boshlang'ich sinf o'qituvchisi. Unga ikkinchi sinf berildi. Sinf rahbarligi ham uning zimmasida. Bundan tashqari u kundalik davomat ota-onalar bilan ishlash, daftar tekshirish va sinf hujjatlarini yuritadi. Agar tarifikatsiyada faqat dars soati kiritilib, sinf rahbarligi va daftar tekshirish ko'rsatilmasa, u har oy sezilarli miqdorda kam pul oladi. Bu bir oyda kichik summa bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin 9 oyga ko'paytirsak katta pulga aylanadi. Yana bir misol. Jasur aka fizika o'qituvchisi. U fizika kabinetiga javobgar, laboratoriya jihozlarini saqlaydi, xavfsizlik ishlariga qo'yilganini yuritadi. Rahbar unga kabinet sizniki deb og'zaki aytgan, lekin buyruq chiqarilmagan. Tekshiruv kelganda javobgarlik undan so'raladi, lekin to'lov masalasida hujjat yo'q bo'lib chiqadi. Mana shunday vaziyat eng adolatsiz holatlardan biri. Yana bir hayotiy vaziyat. Malika opa-ona til va adabiyot o'qituvchisi. U 22 soat dars olgan. Yil boshida ayrim sinflar almashgan, dars jadvali o'zgargan. Keyin unga yana 2 soat qo'shilgan. Lekin tarifikatsiyada eski 20 soat qolgan. U sentyabr, oktyabr oylarida 22 soat dars o'tadi, ammo pul 20 soatga hisoblanadi. Keyin qayta hisob-kitob qilib bering desa, buxgalteriya hujjat so'raydi. Agar o'z vaqtida tekshirmasa, muammo cho'zilib ketadi. Agar sizda qo'shimcha vazifa bo'lmasa, faqat o'z lavozimingiz bo'yicha ishlayotgan bo'lsangiz, dars yuklamangiz aniq bo'lsa, sinf rahbarligi, kabinet javobgarligi, daftar tekshirish yoki o'rindoshlik kabi holatlar bo'lmasa, xavotir kamroq. Lekin baribir men umuman tekshirmang demayman. Chunki xatolik hamma joyda bo'lishi mumkin. Agar sizning barcha hujjatlaringiz rasmiylashtirilgan bo'lsa, buyruq bilan tanishgan bo'lsangiz, tarifikatsiya ro'yxatida familiyangiz, soatingiz, qo'shimcha vazifangiz to'g'ri yozilgan bo'lsa, buxgalteriya ham tasdiqlagan bo'lsa, unda vaziyat yaxshi. Lekin buni bilish uchun ko'rish kerak. Menga aytishda hammasi joyida degan gap yetarli emas. Rahbarlar va mas'ullar uchun ham bu masala juda muhim. Chunki xodimning haqqini to'g'ri hisoblanishi keyinchalik nizoga, shikoyatga, tekshiruvga sabab bo'ladi. Xodim pulini talab qiladi, buxgalteriya hujjat yo'q deydi, rahbar esa vaqtida aytmagansiz deydi. Aslida esa bunday muammolarni 20 sentyabrgacha hujjatlarni tartibga solish orqali oldini olish mumkin. Keling oddiy misol qilamiz. Faraz qilaylik, o'qituvchining asosiy dars yuklamasi 18 soat. Unga yana 6 soat qo'shimcha dars berildi. Amalda u haftasiga 24 soat dars o'tyapti. Agar tarifikatsiyada 24 soat ko'rsatilsa, ish haqi shunga mos hisoblanadi. Agar hujjatda 12 soat qolib ketsa, 6 soat uchun pul tushmaydi yoki keyin alohida isbotlashga to'g'ri keladi. Yana misol. O'qituvchi sinf rahbari bo'ldi. Sinfda 30 nafar o'quvchi bor. U har kuni davomat ota-onalar bilan aloqa, tarbiyaviy ishlar, hujjatlar, yig'ilishlar, muammoli o'quvchilar bilan ishlash kabi vazifalarni bajaradi. Bu ishlar vaqt oladi, asab oladi, mas'uliyat talab qiladi. Agar sinf rahbarligi buyruqda ko'rsatilmasa, u ishni bajargan bo'lsa ham haq olishda qiynaladi. Yana bir holat. O'qituvchi 2 oy davomida kasal bo'lgan hamkasbining darslarini o'tadi. Har haftada 8 soatdan qo'shimcha dars. Bir oyda taxminan 32 soat. 2 oyda 64 soat. Bu kichik narsa emas. Agar har bir soat rasmiy qayd etilgan bo'lsa, to'lov talab qilish oson. Agar faqat kirib turing deyilsa, keyin kim nechta soat o'tganini isbotlash murakkablashadi. Bundan ko'rinadiki, qo'shimcha to'lovlar bo'yicha asosiy masala pulning miqdorida emas, hujjatning mavjudligida. Hujjat bo'lsa, hisob-kitob qilinadi. Hujjat bo'lmasa, gap ko'payadi, natija esa kafolatlanmaydi. Eng katta xatolardan biri xodim buyruq bilan tanishmaydi. Rahbar yoki kadrlar bo'lim buyruq chiqaradi, lekin xodim uning mazmunini ko'rmaydi. Keyin familiya noto'g'ri,
sana noto'g'ri, soat noto'g'ri, sinf noto'g'ri bo'lib chiqadi. Shuning uchun men har doim aytaman, sizga tegishli buyruq bo'lsa, uni o'qing, tushuning, kerak bo'lsa nusxa so'rang yoki hech bo'lmasa rekvizitlarni yozib oling. Ikkinchi nozik joy og'zaki topshiriq. Ish joyida og'zak kelishlik degan ibora juda xavfli. Albatta rahbar bilan yaxshi munosabat muhim, lekin ish haqi masalasida og'zak kelishuv yetarli emas. Agar sizga qo'shimcha dars, sinf, kabinet, navbatchilik, vaqtincha vazifa topshirilsa, muloyimlik bilan iltimos buni buyruq asosida rasmiylashtirib qo'yaylik deyishingiz kerak. Uchinchi nozik joy muddat. Ayrim qo'shimcha to'lovlar butun o'quv yiliga belgilanadi. Ayrimlar esa ma'lum muddatga. Masalan, sinf rahbarligi odatda o'quv yili davomida bo'lishi mumkin. Lekin vaqtincha o'rindoshlik faqat 10 kun, 1 oy yoki kasal xodim qaytguncha bo'lishi mumkin. Agar muddat ko'rsatilmasa, keyin to'lovda tushunmovchilik chiqadi. 4-nozik joy. Bir vazifa uchun 2 kishiga to'lov qilinmasligi. Masalan, bir sinfga rasmiy sinf rahbari bitta bo'ladi. Bir kabinet uchun ham javobgar shaxs aniq bo'lishi kerak. Agar amalda 2 kishi ish qilsa-yu, hujjatda biri ko'rsatilsa, pul faqat hujjatda turgan odamga hisoblanishi mumkin. Shuning uchun real ish taqsimoti bilan hujjatdagi taqsimot mos bo'lishi kerak. 5-nozik joy. Yuklama chegaralari va mehnat shartnomasi. Har bir xodimning ish vaqti, lavozimi, o'rindoshlik yoki ichki qo'shimcha ish tartibi huquqiy jihatdan to'g'ri bo'lishi kerak. Buxgalteriya pul hisoblay olish uchun kadrlar bo'limida mehnat shartnomasi, qo'shimcha kelishuv, buyruq va tabel bir-biriga zid bo'lmasligi kerak. Bir hujjatda 18 soat, ikkinchisida 24 soat, uchinchisida esa umuman boshqa ma'lumot bo'lsa, bu muammo. Ba'zan 20 sentyabrdan keyin ham qo'shimcha to'lov paydo bo'lishi mumkin. Masalan, o'quvchi soni o'zgardi, yangi sinf ochildi, xodim ishdan ketdi. Boshqa o'qituvchi kasal bo'ldi, yangi fan soatlari ajratildi. Bunday holatlar alohida asos bilan rasmiylashtiriladi. Ya'ni 20 sentyabrdan keyin umuman hech narsa bo'lmaydi deb tushunmaslik kerak. Lekin yil boshidan mavjud bo'lgan 20 sentyabrgacha aniq bo'lgan qo'shimcha vazifalarni vaqtida rasmiylashtirish juda muhim. Masalan, siz 5 sentyabrdan boshlab sinf rahbari bo'lib ishlayapsiz. Bu vazifa boshidan ma'lum. Uni 20 sentyabrgacha buyruqqa kiritish kerak. Lekin agar noyabr oyida yangi sinf ochilsa va sizga sinf rahbarligi berilsa, bu boshqa holat. Unda noyabrdagi asosiy hujjatlarga ko'ra buyruq chiqariladi. Demak, masala vazifaning qachon paydo bo'lganida. Yana bir istisno, xodim keyinroq ishga kirgan bo'lishi mumkin. Masalan, o'qituvchi oktyabrdan ish boshladi. Tabiiyki, u 20 sentyabrgacha tarifikatsiyaga kiritilmagan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda ishga qabul qilish buyrug'i, dars taqsimoti va boshqa hujjatlar asosida keyin rasmiylashtiriladi. Lekin sentyabr boshidan ishlayotgan xodim uchun keyin ko'ramiz deyish xavfli. Yana bir noaniq holat. Xodim bir necha vazifani bir vaqtning o'zida bajaradi. Masalan, o'qituvchi ham sinf rahbari, ham kabinet mudiri, ham metodik birlashma rahbari, ham qo'shimcha dars o'tadi. Bunda har bir to'lov turi alohida asosga ega bo'lishi kerak. Bittagina umumiy qo'shimcha ishlar uchun degan noaniq ibora keyinchalik yetarli bo'lmasligi mumkin. Qaysi vazifa uchun qancha to'lov, qaysi muddatga, qaysi hujjat asosida belgilangani aniq yozilgani yaxshi. Endi eng muhim qism, siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam. O'zingiz bajarayotgan barcha qo'shimcha vazifalarni ro'yxat qiling. Qog'ozga yozing. Nechta soat dars beraman? Qaysi sinflar, sinf rahbarligim bormi? Daftar tekshirish to'lovi bo'lishi kerakmi? Kabinet yoki laboratoriyaga javobgarmanmi? Kimningdir o'rnini bosyapmanmi? Qo'shimcha to'garak yoki boshqa vazifa bormi? Odam ko'pincha o'z ishini odatiy deb o'ylaydi. Lekin hujjatga solganda ko'p qo'shimcha mas'uliyat borligi ko'rinadi. Ikkinchi qadam, dars taqsimoti va jadvalingizni tekshiring. Jadvalda qaysi darslarga kirayotgan bo'lsangiz, tarifikatsiyada ham shu soatlar aks etgan bo'lishi kerak. Agar jadvalda bor, tarifikatsiyada yo'q bo'lsa, darhol mas'ullarga murojaat qiling. Chunki keyin jadvalda bor edi deyish hammasini hal qilib bermaydi. Uchinchi qadam. Kadrlar bo'limi yoki mas'ul kotibdan sizga tegishli buyruqlarni aniqlang. Masalan, sinf rahbarligi to'g'risida buyruq, kabinet mudirligi to'g'risida buyruq, qo'shimcha dars yuklamasi to'g'risida buyruq, vaqtincha o'rindoshlik yoki vazifani bajarish to'g'risida buyruq. Buyruqda sizning familiyangiz, lavozimingiz, vazifa nomi, sana va to'lov asosi to'g'ri yozilganini tekshiring.
4-qadam. Buxgalteriya bilan hisob kitobni solishtiring. Menga qancha tushadi deb umumiy so'rash emas, balki aniq so'rash kerak. Mening dars soatim nechta kiritilgan? Sinf rahbarligi hisobga olinganmi? Daftar tekshirish bormi? Qo'shimcha yuklama qaysi sanadan hisoblanadi? Buxgalteriya sizga og'zaki tushuntirishi mumkin, lekin siz o'zingiz ham yozib oling. 5-qadam, agar xato topsangiz og'zaki yuravermang. Avval muloyim tarzda rahbar, o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari, kadrlar bo'limi yoki buxgalteriyaga ayting. Agar hal bo'lmasa yozma ariza bering. Arizada shunday yozish mumkin: menga 2024-2025 o'quv yilida falon sinflarda falon soat dars yuklamasi berilgan. Shuningdek, falon sinf rahbarligi yoki falon qo'shimcha vazifa yuklatilgan. Ushbu vazifalar bo'yicha tegishli buyruq va tarifikatsiya hujjatlariga kiritilishini hamda mehnat haqim to'g'ri hisoblanishini so'rayman. Albatta, yil va ma'lumotlarni o'zingizning holatingizga mos yozasiz. 6-qadam. Hujjatlarni saqlang. Dars jadvalining nusxasi, sizga berilgan yuklama, buyruq nusxasi yoki buyruq raqami, ariza nusxasi, javob xati, tabel ma'lumotlari, elektron jurnal ma'lumotlari hammasi kerak bo'lishi mumkin. Men har doim xodimlarga aytaman. Hujjatni saqlash bu ishonchsizlik emas, bu o'z mehnatingizni himoya qilish. 7-qadam 20 sentyabrgacha kutib o'tirmang. Hali vaqt bor degan fikr ko'p odamni puldan mahrum qiladi. Bugun tekshiring, ertaga eslatma bering, kerak bo'lsa ariza yozing. Chunki oxirgi kunlarda hamma hujjat bilan band bo'ladi. Xatolar ko'payadi, biror ma'lumot tushib qoladi. Vaqtida tekshirgan odam kamroq qiynaladi. Agar meni rahbarlar, buxgalterlar yoki kadrlar bo'limi xodimlari ko'rayotgan bo'lsa, sizlarga ham alohida aytaman. Bu masalani faqat xodimning shaxsiy muammosi deb qaramang. Hujjatlar to'g'ri bo'lsa, siz ham himoyalangan bo'lasiz. Xodimning haqqi o'z vaqtida chiqsa, jamoada norozilik kamayadi. Keyingi tekshiruvlarda ham nima uchun to'langan yoki nima uchun to'lanmagan degan savollarga aniq javob bo'ladi. Tarifikatsiya, buyruq, mehnat shartnomasi. Qo'shimcha kelishuv, tabel va buxgalteriya hisob kitobi bir-biriga mos bo'lishi kerak. Bir xodimning yuklamasi bir hujjatda boshqa, ikkinchida boshqa bo'lsa, bu keyin katta muammoga aylanadi. Shuning uchun 20 sentyabrgacha faqat ro'yxatni yopish emas, sifatli tekshirish ham zarur. Demak, asosiy xulosa shuki, qo'shimcha to'lov olmoqchi bo'lsangiz, qo'shimcha vazifangiz albatta hujjatda aks etishi kerak. Sinf rahbarligi, daftar tekshirish, kabinet mudirligi, qo'shimcha dars soatlari, vaqtincha o'rindoshlik, boshqa qo'shimcha mas'uliyatlar 20 sentyabrgacha tekshirilishi va rasmiylashtirilishi juda muhim. Keyin ham ayrim istisnolar bo'lishi mumkin. Lekin yil boshidan mavjud bo'lgan vazifani kechiktirish pulingizga zarar qiladi. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq o'zingizning dars yuklamangizni, buyruqlaringizni, tarifikatsiyadagi ma'lumotlaringizni va qo'shimcha to'lovlaringizni tekshiring. Agar biror narsa tushunarsiz bo'lsa, rahbariyatdan, kadrlar bo'limidan yoki buxgalteriyadan aniq javob so'rang. Kerak bo'lsa, yozma ariza bilan murojaat qiling. Sizda shunday holat bo'lganmi? Ishlagansiz, lekin hujjat bo'lmagani uchun pulingiz to'lanmaganmi? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalarga ham foydasi tegadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, yaqinlaringiz va hamkasblaringizga yuboring. Kanalga obuna bo'ling, chunki men bu yerda ish haqi, mehnat huquqi, ta'lim tizimidagi to'lovlar va xodimlar bilishi shart bo'lgan muhim masalalarni sodda tilda tushuntirib boraman.